Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni e'tibor bilan kuzatayotgan bo'lsalaring, bizda 5 podyezdli 5 qavatli binoyimizni qurishda davom etayotgandik. Kecha 3-4 va 5-podyezdlarda fundamentiga betonni quyib tayyorlaganmiz. Hozirda mana shu joyimiz 2-podyezdimiz. Birinchi sloy bez bloklari teriladi. Ya'ni 2 qator teriladi, aslida 3 qator teriladi. Har bir qatorning orasida men ko'rib turgan bo'lsam 3 qator armatura tashlab 12 armaturadan svязка uchun bog'lab ketilgan. Bu birinchi qatorimiz. Bu ikkinchi podyezimizda. Mana bu bo'lsa birinchi podyezimiz. 2 qator bez blok terib bo'lingan va ustiga объездный poyezd uchun armaturalari bog'lab tayyorlab qo'yilgan. Xudo xolasa 2-3 kun ichida bular ob'ezkasini quyib 3-qator bez blokini ham terishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu o'rtaga ahamiyat beradigan bo'lsalar, yonma-yon ikkita kolonna bor va o'rtasini qarasanglar, patushkada penaplas qo'yib ketilgan. Penaplasimiz deformatsionniy shof uchun qo'yilgan. Mana deformatsionniy shof bor. Kecha qo'yilgan fundamentlarimiz ustiga yana 2-3 kun ichida bez bloklarni ham montaj qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlab, like va obuna bosish albatta eslamasin. Bizda Xudo xolasa bino bitgungacha kerakli va foydali ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. İşlerimiz mana shu zaylda davom etyapti.